Bismillahirrahmanirrahim. Ko'ngil asrash ibodatdir. Abduri Muhammad Yusuf. Quliqimizga ibodat degan so'z anglangan hamon aqlimizga namoz, roza, zakat, ota-onaning xizmatini qilish degandek ibodatlar keladi. Chunki nurg'un kishilar ko'ngil asrashning Alloh taolaning dargohida naqadar ahamiyatli ibodat ekanligini bilmaydi. Afsuski, kishilarning ko'ngillarini asrashga o'xshash ba'zi muhim ibodatlar shunchalik katta savoblik amal turuqliq nurg'un kishilarga maxfiy qoladi. Ko'ngil asrash islomiy go'zal axloq bo'lib, bu ko'ngil ko'ksi keng, oliy janob, aqli sog'lom va axloq fazilatli kishilarning sifatidir. Imom Sufyan Savri ko'ngil asrashning fazilatini bayon qilib, bandining Allohga yaqinlik izdishida biri musulmonning ko'nglini asrag'inidan ulug' ibodat yo'qdir degan. Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom har sajdada Allohumma g'firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ey Alloh, gunohimni mag'firat qilgin, menga rahim qilgin, meni yetakligin, meni kishilarning hojatini ravo qiladigan, ko'ngillarini asraydigan qilgin, menga sog'lik va rizq ato qilgin, martabamni yuqori qilgin degan duoni o'qiydi. Qur'oni Karimdagi ko'ngil asrash namunalari. Alloh taolo Qasas surasida mundaq degan: Ey payg'ambar, sana Qur'onni yetkazishni va amal qilishni farz qilgan zot albatta seni qaytadigan yer Makkaga qaytaradi. Ma'lumki, Makka shahri payg'ambar alayhisalomning kindiqqina to'kilgan ona vatani bo'lib, payg'ambar alayhisalom mushriklarning haddidan oshgan zo'rlik sababli Makkani tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Va ona vataniga bo'lgan sevgisi urg'ib qattiq azoblangan edi. Shu chaqda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning ko'ngliga tasalli berib, bu oyatni nozil qilgan va uni o'zining ona vataniga g'alaba bilan qaytaradiganligini va'da qilgan. Amaliyat Alloh taolo va'da qilgandek bo'lgan. Rabbing senga kelgusida ko'p yaxshilik ato qiladi. Sen buningdan mamnun bo'lasan. Ma'lum vaqt vahiy uzilib qolgandan keyin Payg'ambar alayhisalom qattiq beoram bo'lgan. Hatto kofirlar Muhammadni Rabbi tashlabatdi deyish orqali uning ko'ngliga aziyat bergan. Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomning beshiga kelgan ashu ko'ngilsizlik, g'am, andisha va aziyatlarga tasalli berish uchun Zuha surasini nozil qilgan va uning ko'nglini xushal qilgan. Bu sura g'am qayg'u ichida qolgan va zo'r qiyinchiliklarga uchirgan har qanday musulmon uchun tasalli va shifodir. O sening yetimligingni bilib panoh bermadimi? Sening tingirqab qolganingni bilib yo'l ko'rsatmadimi? Sening yo'qsulligingni bilib beyitmadimi? Sen yetimni xarlama, tilamchini silkishlama degan oyatlarda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga yurakka tegadigan eng ta'sirli ta'birlar bilan xitob qilish orqali uni yo'qsullarning, yetimlarning holiga yetishga, ularning ko'ngillarini asrashga buyurgan. Bizning kundalik hayotimizda dinimiz ko'rsatgan ko'ngil asrash qoidalari oz emas. Masalan, mayit chiqqan uydagilarga tasalli berish, ularning dard alamlarini yengiltishga tirishish, kasallarni yo'qlab ularning ko'nglini ko'tarish qatorliqlar buning misoli. Buning yana bir misoli miros taqsim qilingan o'ringa hozir bo'lgan kambag'al kishilarning ko'nglini xushal qilish uchun ularga oz to'la bir narsa berishdir. Taqsimot vaqtida mirosda haqqi yo'q tuqqanlar, yetimlar va yo'qsullar hozir bo'lsa, ularga bu mirosdan oz to'la beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Hadislardagi ko'ngil asrash namunalari. Dunyoda har bir insonning unutilmas go'zal xotiralari bo'ladi. Bo'libmi, boshqalar tarafidan erishgan yaxshilik qat'iy unutilmaydi. Bu yaxshilik mayli biror eg'iz so'z bilan bo'lsin yoki biror sharkat bilan bo'lsin, ko'ngillarda naqshlanib manguga qoladi. Payg'ambar alayhissalom Toifdan g'amkin va harg'in holda qaytib kelganida Mut'im ibn Adi degan kishi uningga panoh bo'lgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom Mut'imning bu yaxshiligini unutib qolmagan. Hatto Badr urushi bo'lganda asrlarni ko'zdan kechirgan vaqtida agar Mut'im hayot bo'lib, mushu asrlar to'g'riliq mendan nima tilisa, albatta uning so'zini qabul qilgan bo'lardim degan. Imom Ahmad har sajdada ey Alloh, Abu Haysamning gunohlarini mag'firat qilgin deb duo qiladi ekan. Bir kuni o'g'li uningdan ey ota, kim bu Abu Haysam degan? U odam sizga nima qilib bergan edi deb so'rabdi.
İmam Ahmad o'g'liga javob berib mundaq debdi: "O'g'lim, Abu Haysam degan bir qaroqchi. Men zindonga tashlanganda, u zindonda bor edi. U menga mundaq degan: "Men dunyolik uchun shaytonga ergishib qaroqchilik qilganligim uchun 18 ming qamchi yedim. Sen din yo'lida Allohga itoat qilib yegan qamchilaringga sabr qilgan" degan edi. Shu qaroqchi odamning bir eg'iz haq so'zi İmam Ahmadni ömür bo'yi onunga har sajdada duo qiladigan holatga keltirgan. Payg'ambar alayhisalom sahobalarining ko'nglini bak asraytdi. Ularning qandaqli bir mushkulasi bo'lsa, uni hal qilishning chorasini ko'rsatdi. Ularga voyaga yetgan kuyimchanligi bilan muomala qilatdi. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom masjidga kirganida, namoz vaqti emas bir vaqtda Abu Umama ismli bir sahoba o'zi yolg'iz masjidda o'ltirgan bo'lib, Payg'ambar alayhisalom uningdan: "Ey Abu Umama, sana nima bo'ldi? Namoz vaqti emas vaqtda masjidga kiribsan?" deb so'raydi. Sahoba: "Ya Rasululloh, qarzim bor edi. Shuning g'amida o'ltiratdim" deydi. Ondan Payg'ambar alayhisalom uningga: "Sana bir so'zni o'gitib qo'yaymi? Agar sen shu so'zni desang, Alloh seni g'amdan va qarzingdan qutuldirib qo'ydi." Sahoba: "Bo'ladi ya Rasululloh, albatta o'gitib qo'yg'aylar." Ondan Payg'ambar alayhisalom uningga: "Sen atigan oqshomda Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'id dayni wa g'alabatir rijal." Ya'ni, ey Alloh, sana sig'inib g'am qayg'udan, ko'ngilsizlikdan, ojizlikdan, g'ururlikdan, bexillikdan, qo'rqinchoqlikdan, qarzdorlikdan va kishilarning yomonligidan panoh tilayman degan duoni o'qig'in deydi. Abu Umama mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhisalom degan bo'yicha qilib edim, Alloh meni g'amdan, qarzdan xalos qildi." Bir kuni muhojirlarning orasidagi yo'qsul sahobalar Payg'ambar alayhisalomning yeniga berib uningga: "Boylar bizdan ko'proq savobga erishadigan bo'ldi. Ularmi biz namoz o'qigandek namoz o'qiydi. Biz ro'za tutgandek ro'za tutadi. Mol dunyosidan sadiq qilib yana savob topadi" deydi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Alloh sizlar sadiq qiladigan narsani ato qildi emasmi? Sizlar aytadigan har bir tasbihda, har bir takbirda, har bir hamdu sanoda, har bir tahlilda va kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishda sadiqaning savobi bor. Sizlarning ayollik munosabatinglarda sadiqaning savobi bor." Sahobalar: "Ya Rasululloh, biz o'zimizning shahvatini qondirsakmi savob bo'lamdi?" deb so'rashdi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Qaranglar, navoda sizlar shahvatinglarni haromdan qondirsanglar gunoh bo'ladi emasmi? Shuningdek sizlar shahvatinglarni haloldan qondirsanglar sizlarga savob bo'ladi." Ko'ngil asrashning hayotimizdagi ifodalari. Ko'ngil asrash, xo'shallik baxsh etish kundalik hayotimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlarning biridir. Chunki biz to'plashib yashaydigan ijtimoiy maxluqot bo'lganligimiz uchun bilib bilmay bir-birimizning ko'nglini ranjitib qo'yadigan ahvollar yuz berib turadi. Agar biz oliy janoblik bilan bir-birimizning yomonligini afv qilsak, bir-birimizning o'zirsini qabul qilsak, ba'zi xatoliklarni ko'rmaslik solsak, albatta ibodatning savobini topamiz. Hatto bozorga borganda hamma odam setib olgan joydan olmay, tuzuk savdo qilmagan kishilardan setib olish, hamish marketlardan olmay, farzandlarga halol luqma tepish yo'lida pishg'irim issiqda harvu so'rab yurib narsa sotadigan kishilardan setib olish. Yo'llarda qalam, qo'l qog'oz qatorliqlarni tanlab, chiroyingizga talmurib turgan sabilarni xo'shal qilish qatorliq ishlarning hammasi Alloh taolaning dargohida to'limi katta ibodatlardir. Zamonimizda ijtimoiy zulm dunyoning ko'p joylarida umumlashgan. Kishilarning axloqi buzilgan. Nafsoniyatchilik hukm surayotgan mushu davrda kishilar tasalliga muhtoj, chiroyli so'zga muhtoj va kuyinishga muhtoj. Biz Uyg'urlarda bug'doyning bo'lmasimi, bug'doy so'zing bo'lsin deydigan maqol bor. Chiroyli so'z dilni yoyritadi, chiroyni nurlantiradi, qalbni rohatlantiradi, g'am qayg'uni ketkizadi. Ko'ngil asrash, dillarga xo'shallik kirgizish va kishilarga kuyimchanlik ko'rsatish vaqtga yoki pulga va yoki imkoniyatga muhtoj emas. Buni har qanday vaqtda va har qanday yerda qilib bo'ladi.